Hech kimni xafa qilmasdan yashab bo'lmaydi. Ha, bu haqiqat. Sen qanchalik yaxshi bo'lmagin, baribir kimdadir umid so'nadi. Kimdadir norozilik paydo bo'ladi. Chunki sen ideal emassan. Hech kim ideal emas. Uyat, bu sening ideal mening bilan haqiqiy sen o'rtasidagi farq. Va bilasanmi, senga mukammal bo'lmaslikka ham ruxsat berilgan. Ba'zida dangasa bo'lishi mumkin, ba'zida jahling chiqishi mumkin. Ba'zida o'zingni tanlaysan va kimdir uchun yomon bo'lib qolasan va bu normal. Bugun shuni o'zingga ayt. Men boshqalar uchun noqulay bo'lishga ruxsat beraman. Men kimnidir xafa qilgan bo'lsam ham o'zimni tanlashga ruxsat beraman. Men ideal bo'lmasam ham baribir qadrli insonman. Hamma yoqtiradigan odam bo'lishga urinishni qo'y. Shunda ichingdagi bosim ham asta-sekin yo'qoladi. Obuna bo'ling va kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring va yaqiningiz bilan ulashib qo'ying.